Assalomu alaykum hurmatli obunachilar. Andijon viloyati Bo'ston tumanida joylashgan 19-maktabning qo'shimcha binosiga 130 kilovatlikdan ikkita teplovoy nasos qo'yib berdik. Mana bu 4 etajli binoga 1-chi, 2-chi, 3-chi, 4-chi etaj. Teplovoy nasosimiz ishlayapti. Hozirda teplovoy nasosdan 47 gradus 48 gradus issiqlik chiqyapti ikkalasidan. Mana obrotkasi 41. Sistemaga ketyapti. Sistemaga 40 gradus issiqlik ketyapti. Qaytishi ham 35. Bu binoyimiz to'liq holatda fan ko'yllar ishlayapti. 4 etajli hammasi. Hozir ko'rsataman. Fan ko'ylimiz ishlab turibdi. Birinchi fan ko'yl. O'zidan 34 gradus issiqlik chiqaryapti. Oshib boryapti issiqlik. Bu yerda ham bor. Koridordagi 35 dan ziyod chiqaryapti. Birinchi xonaga kiramiz. Xonamiz bu xonada 60 kvadratli xona 3 ta qo'yilgan. 37 gradus 3608. Fan ko'yllarning harorati chiqarayotgan issiqligi o'ta ham zo'r, a'lo darajada. 34 gradus. Shu holatda 84 ta fan ko'ylimiz bor bu yerda. Hammasi ishlab turibdi hozirda. Apparatni yoqqanimizga xudo xolasa 2 soat bo'ldi. 2 soat mobaynida binoni to'liq fan ko'yllardan issiq chiqarish ta'minlab berdi. Vaqtimiz oz bo'lgani uchun hamma qavatni to'liq ko'rsata olmadim. Bu birinchi etajda o'zi. Birinchi etajda 3 ta, 4 ta, 5 ta, 6 ta xona bor. 6 ta xonada 3 tadan. Salomat bo'linglar. Kimga shunaqa sifatli xizmat kerak bo'lsa, aloqaga chiqib olasizlar.